Bugungi mavzuyimiz bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi va tuzilishi, mikrobiologiya fanining bakteriyalarni o'rganishdagi roli va ahamiyati, bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi, ularning ekologik va tibbiy ahamiyatini belgilashi. Avvalo, mikrobiologiya mikroorganizmlarni, xususan bakteriyalarni o'rganadigan fan bo'lib, ular tabiatda eng qadimgi va eng sodda tuzilgan tirik mavjudotlardir. Bakteriyalarni birinchi bo'lib 17-asrda Anton van Leeuwenhoek mikroskop yordamida ko'rgan. Keyinchalik Louis Pasteur bakteriyalarni achish jarayonidagi rolini, Robert Koch esa ularning kasallik chaqiruvchi xususiyatlarini aniqlagan. Bakteriyalar prokaryot hujayralar guruhiga kiradi, ya'ni ularning hujayrasida yadro qobig'i bo'lmaydi. Ular yer yuzidagi deyarli barcha muhitlarda, suvda, havoda, tuproqda va tirik organizmlarda uchraydi. Bakteriyalarning kimyoviy tarkibi. Asosiy elementlar. Bakteriya massasining 95% ga yaqinini uglerod, vodorod, kislorod, azot, fosfor, oltin gugurt elementlaridan iborat. Uglerod organik moddalarning asosiy skeleti hisoblanadi. Vodorod va kislorod suv va organik birikmalar tarkibida uchraydi. Azot oqsil va nuklein kislotalarida uchraydi. Fosfor DNK, RNK molekulasining tarkibida uchraydi. Oltin gugurt aminokislotalarda mavjud bo'lib hisoblanadi. Asosiy biopolimerlardan oqsil, nuklein kislotalar, lipidlar, polisaxaridlar uchraydi. Oqsillar bakteriya hujayrasining 40-60% tashkil etib, fermentativ jarayonlar uchun javobgar bo'lib hisoblanadi. Nuklein kislotalar genetik axborotni saqlaydi va oqsil sintezini boshqaradi. Lipidlar hujayra membranasining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Polisaxaridlar kapsula va hujayra devorida mustahkamlovchi rol o'ynaydi. Suv va mineral tuzlar. Bakteriya hujayrasida suv 70-80% ni tashkil etadi. Suv moddalar almashinuvi, ozuqa transporti va hujayra ichidagi kimyoviy reaksiyalar uchun muhim hisoblanadi. Mineral ionlar, natriy, kaliy, kalsiy kationlari hujayraning osmotik bosimi va elektr muvozanatini saqlaydi. Zaxira moddalar. Bakteriyalar energiya zaxirasi sifatida glikogen, polifosfat, beta-gidroksibutirat kabi moddalarni to'playdi. Bu moddalar ochlik davrida energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Bakteriyalar morfologiyasi. Bakteriyalar koklar, batsillalar, vibrionlar, pirillalar yoki spiroxetalarga bo'linadi. Koklar monokok, diplokok, streptokok, stafilokok. Batsillalar oddiy tayoqchak yoki zanjir holida joylashadi. Vibrionlar suvda yashovchi xlorellaga o'xshash bakteriyalar hisoblanadi. Spiroxetalar yoki pirillalar o'ziga xos spiral tuzilishga ega bakteriyalar hisoblanadi. Koklar bu sferik, dumaloq shaklli bakteriyalar bo'lib, ular bakteriyalar orasida eng sodda morfologik shaklga ega. Kok lotincha kokus so'zidan yunon tilidan olingan bo'lib, donacha yoki shar degan ma'noni anglatadi. Ular ko'pincha 0,5-1,5 mikrometr o'lchamda bo'ladi va mikroskop ostida kichik sharsimon hujayralar shaklida ko'rinadi. Hujayra devori peptidoglikan, murein moddadan tashkil topgan shaklni saqlaydi. Sitoplazmatik membrana moddalar almashinuv markazi bo'lib hisoblanadi. Sitoplazma metabolik jarayonlar sodir bo'ladigan muhit hisoblanadi. Ribosomalar oqsil sintezi uchun javobgar. DNK, nukleoid, irsiy axborot manbai. Ba'zi koklar kapsula bilan qoplangan bo'lib, bu ularni qurishdan, immun tizimidan himoya qiladi. Batsillalar bu tayoqchasimon shaklli bakteriyalar bo'lib, bacillus so'zi lotin tilidan olingan va tayoqcha degan ma'noni anglatadi. Ular bakteriyalar orasida eng keng tarqalgan shakllardan biri bo'lib, uzunchoq, silindrsimon yoki biroz egilgan shaklda bo'ladi. O'lchamlari 0,5-1 mikrometrdan 2,10 mikrometr atrofida bo'ladi. Hujayra devori peptidoglikandan tashkil topgan bakteriyaga shakl hamda himoya beradi. Sitoplazmatik membrana moddalar almashinuv jarayonini boshqaradi. Sitoplazma metabolitik jarayonlar sodir bo'ladigan suyuqlik muhiti hisoblanadi. Ribosomalar oqsil sintezini amalga oshiradi. DNK, nukleoid, irsiy axborotni tashuvchi halqasimon molekula bo'lib hisoblanadi. Plazmidlar antibiotiklarga chidamlilik genlarini olib yoruvchi qo'shimcha DNK bo'laklar. Flagella
ko'pchilik batsillalarda mavjud bo'lib, harakatlanish imkonini beradi. Sporalar noqulay sharoitda hujayrani saqlovchi mustahkam shakl hisoblanadi. Bu batsillalarga xos eng muhim xususiyatlardan biri hisoblanadi. Bakterial hujayra tuzilishi: tashqi tuzilma va ichki tuzilma. Tashqi tuzilma kapsula hujayrani qurish, fagositozlardan himoya qilish va sirtlarga yopishishda ishtirok etadi. Hujayra devori bakteriyaning shaklini saqlaydi, mexanik himoya beradi. Tarkibida peptidoglikan mavjud. Gram manfiy bakteriyalarda esa devor yupqa, lekin tashqi lipid qavati mavjud. Ichki tuzilma: sitoplazma, oqsil, RNK, fermentlar va zaxira granulalar joylashgan suyuq muhit. Nukleoid yadro o'rnini bosuvchi irsiy axborot saqlanadigan joy. Ribosomalar oqsil sintezini amalga oshiradi. Plazmidlar kichik DNK halqalari bo'lib, antibiotiklarga chidamlilik genlarini olib yuradi. Bakterial hujayra tuzilishining funksional ahamiyati: har bir tuzilma bakteriyaning hayot faoliyati uchun muhim rol o'ynaydi. Kapsula himoya, flagella harakat, ribosomalar oqsil sintezi, RNK, DNK irsiyat, hujayra devori shaklni saqlaydi. Bakteriyalar hujayra tuzilishining soddaligi ularning tez ko'payishga, moslashuvchanligiga va turli muhitlarda yashashiga imkon beradi. Keyingi rasmlarda bakteriya hujayrasining tuzilishi haqida rasmlar ko'rsatilgan va hujayraning organoidlari raqamlar yordamida belgilanib, ifodalangan. Bugungi mavzudan shunday xulosaga kelamizki, bakteriyalar prokariot tuzilishga ega bo'lgan eng sodda, ammo biologik jihatdan nihoyatda muhim mikroorganizmlar hisoblanadi. Ularning hujayrasi yadro, mitoxondriya yoki boshqa murakkab organoidlarga ega bo'lmasa-da, hayot uchun zarur barcha funksiyalarni bajaradi. Bakterial hujayra tarkibidagi kimyoviy elementlar va biopolimerlar, oqsil, nuklein kislotalar, lipidlar va polisaxaridlar hujayraning tuzilishi va metabolik jarayonlar asosini tashkil etadi. Bakteriyalar morfologik jihatdan turli xil shakllarga ega bo'lib, bu ularning yashash muhiti va boshqa biologik faoliyatiga moslashganligidan dalolat beradi. Ularning tashqi tuzilmalari kapsula, hujayra devori, membrana himoya, transport va energetik vazifalarni bajaradi. Ichki tuzilmalar esa oqsil sintezi, genetik axborotni saqlash va energiya zaxirasini ta'minlaydi. Bugungi darsimizda foydalanilgan adabiyotlar shular. E'tiboringiz uchun rahmat.